السحر حصل بسم الله الرحمن الرحيم. Men shu sehr og'rig'i bilan og'riganman. Bu 10 yil bo'ldi og'riganimga. O'ta ko'p ruqiylarga bordim. Bormaganimiz qolmadi. Ozgina yaxshi bo'lib yana shu qaytalanib shunday bo'ldik. Shu yerga kelganim buyog'i yaxshiman. O'zimni o'ta yengillik his qilyapman. Allohga behisob shukr. Yengilman, o'ta yengil. Bu yerda 3-kundagina ta'sir berdi. 3-kunchi kuni sразу yaxshi bo'lishni boshladim. Shunda oyoqqa turib, dunyo qarashim o'zgardi. Xuddi boshqa bir olamga tushib qolgandi singari. Boshqacha o'zimda his-tuyg'ular, xuddi yangidan yaralgan singari bo'lib qoldimda. Boshqa yerga tushib qolgandek bo'lib, burun bir zolim hayot yashagandek, hozir bir chiroyli, go'zal hayot yashagandek bo'lib qoldim. O'ta yengil bo'lib qoldim, alhamdulillah.